Korporativ sotuvlar bilan shug'ullanadigan sotuv menejerlari asosan ikki xil bo'lishadi. Birinchi toifasi bu o'zini aqlli ko'rsatadigan, lekin aslida bir tiyinga qimmat bo'lgan menejerlar. Ikkinchi toifasi bo'lsa, ancha sodda ko'rinadigan, oddiy ko'rinadigan, o'zini oddiy tutadigan, lekin aslida professional bo'lgan sotuv menejerlari. O'sha birinchi toifadagi to'poy menejerlarni qanaqa ajratsa bo'ladi? Ular o'sha muzokara jarayonida asosan ko'p gapirishadi. O'sha qarshi tomonni kerak bo'lsa fikrlarini, gapini bo'lib qo'yib, ustidan o'zlarining gaplarini gapirishadi. Yana bitta tomoni o'sha qarshi tomon o'zini fikrini bildirishi mumkin, yoki qanaqadir e'tirozini bildirishi mumkin. Ana o'shani o'sha paytda ular bularni to'g'ri qabul qila olmaydi, o'sha muzokara jarayonini spor, diskussiyaga aylantirib yuborishadi. O'zini aqlli qilib ko'rsatib, ya'ni sizning fikringiz noto'g'ri, aslida men bunaqa, meni fikrim to'g'ri, chunki men aqlliman, men zo'rman deb shu narsani sotishga harakat qilishadi. Aslida ular boshqa narsani, o'zini o'sha taklif qilayotgan taklifini sotishga harakat qilish kerak ular. Mana shu tomonlardan bilsa bo'ladi. Ikkinchi toifa aqlli va professional bo'lgan sotuv menejerlari, ularni qanaqa bilsa bo'ladi? Ular o'sha muzokara paytida ko'proq eshitishadi qarshi tomonni. Qarshi tomondan qanaqa fikr bildirilsa, qanaqa e'tirozlar bildirilsa, ular ularni to'g'ri qabul qiladi, fikrlarini ma'qullashadi. Siz haqsiz degan qanaqadir mesajlarni ham berishadi. Bu yerda ular bilishadiki, ularning asosiy vazifasi o'sha o'zini taklifini, o'sha o'zini mahsulotini, addim словом, sotish ular. O'zini aqlli ko'rsatish yo boshqa emas, o'zini mahsulotini sotish uchun kerak bo'lsa, ular o'sha mashhur maqolda aytilgandek, eshakni aka deb o'zini ishini bitiradigan darajadagi professional bo'lishadi, o'zlarini ham shunaqa tutishadi muzokaralar jarayonida. Mana shu tomonlari bilan ularni farqlab ajratib olsa bo'ladi.